Ya'ni odam alayhissalom onani qornidan tug'ilgan. Chunki odam alayhissalom loydan emas, suvdan yaralgan. Ana shu insonning urug'idan. Qur'on shuni aytadi. So'ngra uni rostladi va uning ichiga o'z ruhidan ufladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, bugun biz sizlar bilan Hazrat Odam alayhissalomni tarixini qisqacha suhbatlashamiz. Biz bu mavzuga kirishdan oldin Alloh subhanahu va taoloning zotini Alloh taoloning sifatlari haqida va har doim biz aytamiz, duo qilamiz namozlarimizda subhana robbiyal a'la. Alloh taolo hamma narsadan buyuk va Alloh subhanahu va taolo pok. Alloh pok degan so'zni ishlatamiz. Nima degani bu? Alloh pok degani shuki, biz Alloh taologa hech qachon yomon narsani nisbat bermaymiz degani. Bu bo'lishi mumkin emaski, Alloh subhanahu va taolo bir jirkanch narsalarni, zulmni yoki bir Alloh hamma narsani qilishga qodir deb turib, boshqa dindagilarga o'xshab Allohga nisbatan zulmni, yomon, harom narsalarni, fohish ishlarni nisbat berish mumkin emas. Boshqa dindagilar bilan suhbatlashayotganda nimani qoida qilib gaplashamiz? Aynan mana shu so'zni. Ya'ni boshqa dindagilar aytayotgan Xudo noto'g'ri ekanini biz qayerdan bilamiz? Chunki biz aytamiz, sizlar aytayotgan Xudo subhanalloh emas ekan, ya'ni u pok emas ekan. Sizlar o'zingizlar xudoylar haqida Xudoni zotiga to'g'ri kelmaydigan jirkanchli narsalarni nisbat berasizlar deb turib inkor etamiz. Endi biz hozirgi Odam alayhissalom mavzusiga kirayotganimizda aynan subhanalloh so'zini yodda tutib turib eni boshlashimiz kerak bu suhbatni. Ya'ni Alloh pok. Nimaga men bu mavzuni Alloh taoloning sifati bilan boshlayapman? Chunki bizda insoniyatni yaratilishlik mavzusiga kirganda Alloh subhanahu va taologa juda ham ko'p jirkanchli narsalarni Alloh taologa nisbat qilib, Alloh taologa to'g'ri kelmaydigan narsalarni gapirib yuborilgan yoki aytib kelishadi. Masalan, Alloh taolo insoniyatni yaratganda aka-singildan tarqatgan deyshadi. Nega bu aka-singilga qo'shilishlik harom-ku Qur'onda? Alloh subhanahu va taolo Qur'onda harom qilgan buni desiz. Yo'q, boshida ruxsat berilgan. Siz qayerdan olib aytyapsiz boshida ruxsat berilgan? Desa, chunki tarixda ham bor-ku. Makka, Madinada arablar sharob ichasida, keyin Alloh taolo taqiq qo'ygan deyshadi, deb shu narsani misol keltiradi. Xolanki bu juda ham noto'g'ri misol. Chunki Alloh taolo hech qachon aroq ichishlikka ruxsat bermagan. Insoniyat o'zini harakati bilan, o'zini amali bilan nojo'ya narsani paydo qilib va Alloh yaratib qo'ygan narsalarni nojo'ya yo'lga ishlatishni boshlagan Alloh taqiq qo'ygan. Aroq ichmanglar deb. Bu bir. Ikkinchi, undan tashqari sharob, ya'ni aroq harom ekanligi oldingi dinlarda kelgan, Bibliyada, Tavrotda harom edi. Shuning uchun bu gapni aytish oldin ruxsat bo'lgan aroq ichishlikka, keyin taqiq qo'yilgan. Xuddi shunaqa boshida Odam alayhissalomni farzandlariga Alloh taolo ruxsat bergan aka-singilga qo'shilishlikka, keyin taqiqlangan deyishlik bu Xudoga tuhmat. Mana Alloh taologa shirk. Alloh ruxsat bergan deyishlik bu Alloh subhanalloh, Alloh pok sizlarni bunaqa aytayotgan so'zingizlarda. Alloh pok, subhanalloh. Alloh taolo bunaqa harom narsaga ruxsat bermagan. Bu birinchi gunoh. Ya'ni Alloh ruxsat bergan deyishlik. Ikkinchisi, Alloh taolo odamlar o'zini ongi bilan o'ylaydi-da, Odam alayhissalom momo havoni yaratgandan keyin unda qanaqa qilib ko'payishgan desa, tabiiyki deydi, aka-singilga qo'shilganda deydi. Deb turib o'zlarining o'yi bilan bu Bibliyadagi so'zlar. Qur'on, sunnatda bunaqa so'zlar yo'q. Ki aka-singildan qo'shilib tarqalgan insoniyat degan Qur'on, sunnatda yo'q. U odamlarning o'zlarini o'ylab topib olishgan narsalari bu. Aka-singil bir-bilan qo'shilib ko'paygan degan. Ya'ni Alloh taolo insoniyatni yaratayotib, nauzubillah min zalik, shuni harom ish qilishlikka majburmidi? Yo'q, Alloh taolo majbur bo'lmaydi. Lekin men sizga bir narsani aytib qo'yay. Insoniyat ertalab o'rnidan turib biror
joyga ishlagani boradi, xohlamasa ham ishlagani boradi. Ya'ni majburan, chunki u zaif, insoniyat zaifki, o'zi xohlamagan narsani majbur qiladi. Bu zaiflikning alomati. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda ochiqdan ochiq aytdi, bu harom aka singilga qo'shilishlik. Bu bir. Ikkinchisi, Alloh harom narsani yoqtirmaydi. Alloh jirkanadi, nafratlanadi harom narsalardan. To'g'rimi? Alloh jirkanadimi? Aka singilga qo'shilishlik. Oldin ham jirkanarmidi Alloh subhanahu va taolo insoniyat yaratilishidan oldin ham jirkanarmidi? Jirkanasdi. Alloh harom narsadan jirkanadi. Chunki Alloh taoloning subhanalloh poklik, u zot pok degan sifati to'g'ri kelmaydi. Alloh taolo hech qachon bu sifatini o'zgartirmaydi. Ki bir paytlar Alloh taolo yomon narsalarni yaxshi ko'rib keyin pok bo'lib qoldi. Yo'q, unaqa emas. Alloh azaldan pok zot. Alloh taolo Qur'onda o'zi ochiq aytayaptiki, aka singilga qo'shilishlik harom. Alloh harom narsani yoqtirmaydi. Nima endi Alloh o'zi yoqtirmagan narsasi bilan insoniyatni boshladimi yaratishni? Bu ham Alloh taologa tuhmat. Bu ham katta gunoh kabir. Alloh taologa nopok narsani nisbat berishlikka barobar. Shuning uchun biz aytamiz, yo'q, bu bo'lish mumkin emas aka singildan tarqalishlik. Qur'onga zid. Bu bir. Ikkinchidan, Alloh taoloning sifatlariga zid. Allohning pok bo'lgan sifatiga zid. Uchinchidan, aka singildan insoniyat tarqaganda hozirgindaqa insoniyat rivojlanmasdi. Bu mutatsiya bo'lib ketasdi, bu kasallik ko'payardi. Hozirgi kundagi ilm, fan shu narsani tasdiqlaganki, insoniyat bir aka singildan tarqamagan. Bu mumkin emas. Hozir ham hech bo'lmasa bir tibbiyot oliygohini bitirgan bir vrachdan borib so'rasangiz shu narsani, aka singilga qo'shilishlik natijasi nima bo'ladi desiz, u sizga yaqqol aytadi, bu mutatsiya bo'ladi, bu kasallik bo'ladi. Yo'q, unaqa narsa mumkin emas. Shuning uchun ham ko'p joylarda hozirgi kunda aynan mana shu mavzularda ateistlar musulmonlarni islom dinidan chiqarishga harakat qilishyapti. Mana shunaqa botil rivoyatlarga ergashayotgan odamlarni islomdan chiqarishga oson erishishyapti. Xo'p, endi men unda shu mavzuga qaytaman-ki, unda Alloh subhanahu va taolo insoniyatni qanday yaratgan? Shunga qaytaman. Birinchi, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Inson surasida shunday deb marhamat qiladi. Hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Dar haqiqat insonga u esga olinishlikka loyiq bo'lmagan bir zamonni boshidan o'tkazmaganmi? Insoniyat, ya'ni yaralishdan oldin, inson bo'lishligidan oldin hayvoniy bir holatda, ya'ni insonni mana shu jismi yaratilishlik bir jarayonni, uzoq bir zamonni boshidan kechirgan. Insoniyat bunday bo'lib bir kun, ikki kun yaralmagan, uzoq zamonda yaralgan. Buni mana shu hozirgi Inson surasini birinchi oyatini tafsirida Imom Rozi rahmatullohi alayh o'zini tafsir kitobida mana shu oyatning tafsirida Hazrat Ibn Abbos roziyallohu anhu dan bir hadisni rivoyat qilib aytadi. Ruya an Ibn Abbas annahu Ibn Abbos roziyallohu anhu dan shunday rivoyat qilinadi. Alloh subhanahu va taolo insonni loy holatida 40 yil tashlab qo'ydi. Va 40 min salsalin, va 40 yil sopol loy holatida. Va 40 min hamma'in masnun, va 40 yil balchiq loy holatida. Fatamma khalqahu. So'ng Alloh subhanahu va taolo insonni yaralishligini mukammal qildi, yaratilishlikni. Ba'da 120 sana, ya'ni Alloh subhanahu va taolo insonni yaratilishini 120 yilda yaratdi deyapti. 40 yildan 120 yil. Har 40 yil etapma-etap yaratganini aytayapti. Bu o'zi bir mo'jiza. Mana shu hadis ham arab tilida 40 yil degani bu uzoq muddatga ishlatiladi. Bizda o'zbek tilida shuni ishlatiladi, ya'ni juda ham ko'p bo'lsa, unda son sanoqsiz so'zlarga, masalan, uni juda ham ko'p, uzoq muddatga ishlatilganda 47 so'zlar cheksiz raqamlar ma'nosida ishlatiladi arab tilida. Lekin 1400 yil oldin oddiy bir
payg'ambarimiz sahobalaridan bunaqa rivoyat, bu juda kuchli bir mo'jiza rivoyatki, 1400 yil oldin payg'ambarimiz sahobalarida insoniyat haqida shunday tasavvur bo'lganki, Alloh subhanahu va taolo insoniyatni uzoq muddatda yaratgan va etapma-etap yaratganligini aytadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Nuh surasida aytadi: "Va qad xalaqakum atwaran." Alloh sizlarni bosqichma-bosqich, holatma-holat yaratgan. Atvaran holatma-holat. Vallohu ambatakum minal ardi nabatan. Va Alloh sizlarni yerdan o'stirib chiqardi. Ya'ni o'simliklar bugungi kunda qanday paydo bo'lgan? Yerda o'simliklar qanday paydo bo'lgan? Daraxtlar qanday paydo bo'lgan? Yerdan bosqichma-bosqich. Bizda o'ylaymizda insoniyatni tarixi Qur'oni Karimda o'sha Odam alayhissalomdan boshlanib aytilgan degan o'y borda. Masalan, insoniyatning tarixi qachondan boshlangan? Qur'onda qachondan zikr qilingan desa, Alloh taolo farishtalarga men odamni yerda xalifa qilmoqchiman degandan boshlab tasavvur qilishadi. Holbuki unaqa emas. Undan oldin bir zamon bo'lgan, undan oldin insoniyatning tarixi bo'lgan, uzoq bir tarixi. Uni ham Qur'on aytgan. Undan oldin ko'p voqealar bo'lgan insoniyatning tarixida. Ya'ni yaratilishlik jarayonida. Alloh taolo Qur'onda aytadi. Sajda surasida shuni deb marhamat qiladi. Allazi ahsana kulli shay'in xalaqa va bada xalqal insani min tin. U o'zi yaratgan har bir narsani go'zal etgan va insonni yaratishni loydan boshlagan zotdir. Insonni yaratilishligi qayerdan boshlangan? Loydan. Endi eshiting, qiziq joyi. Thumma ja'ala naslahu min sulolatin min ma'in mahin. Ya'ni insonning yaratilishligi boshida, insoniyatning yaratilishligining boshida qanaqa bo'lgan? Loydan yaratilishi boshlangan. Inson so'zi ishlatilyapti Qur'onda. Odam alayhisalom haqida ketmayapti. Insoniyatning yaratilishligi loydan yaratilishni boshlagan. Boyagi oyatda o'qidik-ku. Biz sizlarni yerdan o'simliklar kabi undirdik, o'sib chiqardik. Shu loydan o'simliklar kabi o'stirib insoniyat shuni yerda yaralgan. Summa ja'ala naslahu min sulolatin min mahin. Keyin insoniyatning yaratilishlik jarayoni, darshi ko'payishi erkak va ayolning qo'shilishi orqali, ana shu urug' orqali yaratilishlikni ko'payishlik keyin boshlangan. Birinchi etap qanaqa yaralgan? Ana o'sha tuproqdan yaralgan. Ashu tuproqda ko'payilgan, insoniyat yaratilishligi tuproqda paydo bo'lgan. Undan keyin darsh insoniyatning ko'payishi suvdan, ana o'sha insondan chiqadigan urug'dan ko'payishlik jarayoni boshlangan. Yana qiziq joyi 9-oyatda kelyapti nega. Tumma so'ng uni rostladi va uning ichiga o'z ruhidan pufladi. Ya'ni Odam alayhissalom onani qornidan tug'ilgan. Chunki Odam alayhissalom loydan emas, suvdan yaralgan. Ana shu insonning urug'idan. Qur'on shuni aytadi. So'ngra uni rostladi va uning ichiga o'z ruhidan. Men oyatni boshdan oxirigacha yana bitta o'qib beraman. Alloh taolo aytayapti. Sajda surasining 7-oyatidan boshlanadi. U o'zi yaratgan har bir narsani go'zal etgan va insonni yaratishni loydan boshlagan zotdir. Insoniyatda Alloh taolo yaratilishlikni loydan boshladi. So'ngra keyin deyapti. Ya'ni u davr tugadi loydan. Loydan yaratilishlik davri tugagandan keyin so'ngra uning naslini haqir bir suvdan ajratib chiqaradigan qildik. Keyingi davri insoniyat keyin ana o'sha urug'dan, suvdan yaratilishni boshladi. Ikkinchi etap, onaning qorniga urug' tushadi, keyin paydo bo'ladi, dunyoga keladi. So'ngra deyapti, keyin deyapti, uni rostladi. Keyin insoniyatni rostladi, ya'ni Alloh taolo insoniyatni mukammal qilib tutdi so'ngra. Ya'ni ana shu tug'ilishlar boshlangandan keyin onaning qornidan tug'ilishlik jarayonlar boshlanib bo'lgandan keyin endi insoniyat mukammal inson shakliga keldi. Unda axloq paydo bo'ldi. Uni aqli, ko'zi, ongi paydo bo'ldi. So'ngra uni rostladi deyapti Alloh taolo. Rostladi so'zi arab tilida savvahu aytadi. Ya'ni bir narsani o'z holatiga keltirishlik. Va uning ichiga o'z ruhdan pufladi. Va keyin Odam alayhisalomga Alloh subhanahu va taolo
o'z ruhini ufladi. Ya'ni insoniy shaxsiyat kiritildi. Insoniyatga vahiy qilindi. Endi ruhni ufladik degani bu vahiy qildik degani. Qur'oni Karimda hech qachon bu ma'noda ishlatilmaydi ki Allohning ruhdan inson ichiga ruh kirdi. Yo'q, nauzubillahi min zalik. Buna ma'noda yo'q Qur'onda. Ha, biz o'z ruhimizni ufladik degani, ya'ni biz unga vahiy qildik degan ma'noda ishlatiladi. Xo'p, Odam alayhisalomga keyin vahiy bo'lgan. Ana shu Odam alayhisalomga ruh uflangan. Mana shu Sajda surasida ham Alloh subhanahu va taolo ochiqdan ochiq aytib qo'yapti. Insonning yaratilishligi birinchisi tuproqdan boshlangan, keyin insoniyatning ko'payishi urug'dan, jarayoni urug'dan bo'ladigan bo'lgan. Ya'ni erkak kishining urug'i va ayol kishiga qo'shilib urug'iga, keyin insoniyat tug'ilishligi haqida. Keyin ashunaqa urug'dan tug'ilgan paydo bo'lgan insonlarning ichidan Odam alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo o'z ruhini ufladi. Ya'ni Odam alayhissalom loydan yaralgan odamlar qatorida emas edi, hali biz tasavvur qiladigan. Odam alayhissalomdan oldin yer yuzida hayot bo'lgan va ana shu insoniyatning yaralishlik jarayoni bo'lgan. Buni Alloh taolo yana ham qisqartirib Arof surasida aytadi: "Va laqad xalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin." Arof surasi 11-oyat. Va bataqiq biz sizlarni yaratdik. Keyin sizlarga surat berdik. Ya'ni insoniyatni Alloh taolo yaratdi tuproqdan. Keyin insoniyatni shaxsiyat berdi insoniyatga. Keyin Alloh taolo farishtalarga buyurdi, endi Odam alayhisalomga itoat etinglar. Ya'ni butun insoniyatga, Odam alayhisalomga buyurildi degan butun insoniyatga. Alloh subhanahu va taolo insoniyatning yaratilishligi haqida yana Ar-Rahmon surasida aytadi: "Fabi ayyi ala'i robbikuma tukazziban." Sizlar Robbinglarni, ya'ni qaysi ne'matlariga inkor etasizlar? Xalaqal insani min salsalin kal fakhar. Insonni sopolga o'xshash qurigan loydan yaratdi va jinlarni o't alangadan yaratdi. Ya'ni bu oyatda Alloh subhanahu va taolo insondan oldin yana yer yuzida hayot borligini aytayapti. Ya'ni bu bog'layapti. Ya'ni Alloh taolo insonni sopol loy holatidan, ya'ni ana shu loydan yaratdi. Tuproqdan o'stirib chiqardi va har xil jarayonlarni atvoran Nuh surasida aytdi. Vaqad xalaqakum atvoran. Holbuki u sizlarni holatma-holat yaratdi. Vallohu ambatakum minal ardi nabatan. Alloh sizlarni yerdan o'stirib chiqardi, o'simliklar kabi. Mana shu jarayonlardan keyin Alloh subhanahu va taolo aytayapti. Mana shu jarayonlardan oldin ham insonni ana shu tuproqdan nima orqali yaratdi? Shu tuproqdan oldin ham bir narsa bo'lgan. Nima desa, uni Alloh subhanahu va taolo aytayapti. Jan, ya'ni jinni yaratdi. Jin arab tilida hujayra, ko'zga ko'rinmas bakteriyalarga ishlatiladi. Masalan, bir mashhur bir hadis bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan: hojatxonaga borganinglarda, oldingi davrlarda bilasizlar, hojatxonada insonlar istinjo qilishlik uchun nima ishlatardi? Nima ishlatardi? O'sha odamlar oldingi paytlarda kesse, loy, shunaqa narsalar ishlatardi. Ba'zida tushunmaganlar hojatxonaga tezak yoki suveylarni qo'yib qo'yishardi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan: tezakni va suveyni ishlatmanglar, unda jinlar ozuqlanadi. Agar sizlar tezakdan va suveydan istinjo qilsanglar, ichinglarga kirib ketadi, jin, keyin kasal bo'lasizlar degan. Buni oldingi davrlarda to'g'rilar tushunilganki, ya'ni chunki unda bakteriya bo'lgan, kasallik bo'lgan. Hozirgi kunda mikroskoplar bilan ochimday qarasangiz, haqiqatan unda bakteriyalar bo'ladi. Odam ichiga kirib kasal bo'ladi. Hozirgi kunda shu rivojlangan davrda ham arab tibbiyotlarida, internetlardan qarasanglar, jin so'zi ko'zga ko'rinmas ba'zi bir bakteriyalar uchun ham ishlatiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Qur'onda insonni ya'ni insoniyat yaratilishidan oldin yer yuzida birinchi bo'lib hujayralar yaratilgan. Jan, ya'ni u ashu hujayralar qanday yaratilgan? Qattiq olov nuridan yaratilganligini aytadi.
Hozirgi kunda ilm fan ham ayni shu narsani aytadiki, yer yuzida umuman hayot yo'qligida birinchi hujayralar suvda paydo bo'lgan deydi. Asha umuman hayot yo'q edi. Asha hujayra paydo bo'lgan. U qanday paydo bo'lgan shu hujayra desa aytadi? Quyoshdan chiqayotgan atomli zarralar aralashgan narsa atomli nurlar orqali o'sha nur suvga urilib, shu reaksiyaga kirishib, keyin suvda ana shu hujayralar paydo bo'lgan. Ana u hujayralar muskoy, jenskiy bo'lmagan. U hujayralar faqat hujayra bo'lgan, ikkiga bo'linib turadigan bo'lgan. Hozir ilm fan aytadi, u faqat bo'linish xususiyatiga ega bo'lgan. Muskoy yoki jenskiy rod, unaqa erkak yo ayol degan muannas yoki muzakkar degan bo'lmagan. Ya'ni ko'payishlik u muannas yoki muzakkar qo'shilishi orqali bo'lmagan. Faqat hujayra o'zi bo'linishlik xususiyatiga ega bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadi: "Ya ayyuhan nasu taqu robbakumul-lazi xalaqakum min nafsin wahida va xalaqa minha zawjaha." Ey odamlar, sizlarni bir jondan yaratgan zotdan qo'rqinglar. Bir jon nima? Arab tilini bilganlar yaxshi biladi. Birinchi yaratilgan narsa bu jenskiy rod yaratilgan. Ya'ni ana o'sha hujayra yaratilgan. Min nafsin wahida deyapti. Bu yerda misol birinchi odamni Alloh taolo yaratdi demayapti. Hali odam alayhisalomni yaratib, odam alayhisalom qovurg'asidan Havo onamiz yaratilgan degan so'zni umuman Qur'on mana shu oyat bilan rad etadi, aytadi. Ey odamlar, xalaqakum min nafsin wahida, ya'ni birinchi yaratilgan narsa bu ana o'sha jenskiy rod hisoblanadi. Ana shu hujayra bo'lgan. Wahida so'zi ishlar. Va xalaqa minha, va ana o'sha jenskiy roddan uni juftini yaratdi deyapti Alloh taolo. Va xalaqa minha zawjaha, ya'ni ana o'sha birinchi yaratilgan jenskiy roddan uni muskoyini yaratgan. Va bassa minhuma rijalan katiron. Keyin ana o'sha muskoy rod ham, jenskiy rod ham ana shu hujayradan paydo bo'lgan. Ana shu hujayra orqali erkak va ayollar yaratilishni boshlangan. Ya'ni bu ilm fan xuddi shu so'zni aytadi. Qur'on ham shuni aytadi. An-Niso surasida birinchi erkak kishi yaralib, keyin ayol kishi yaraldi degan tushunchani mutlaqo An-Niso surasi buni rad etib aytadi. Yo'q. Alloh taolo birinchi min nafsin wahida, bir jenskiy roddan yaralgan. Keyin ana shu jenskiy narsa ikkiga bo'linib xususiyatiga ega bo'lgan. Va minha so'zi ochiqdan ochiq aytayapti-ku, odam alayhisalom emas edi birinchi yaralgan narsa. Odam alayhisalom bo'lganda minhu bo'lasdi. Ya'ni odamdan yaratdik sizlarni deyilgan so'z kelasdi. Xullas, Qur'oni Karimda jin so'zi insoniyatning yaratilishligi haqida kelganda ikkita joyda ishlatilgan, bitta joyda ana o'sha hujayralar ma'nosida ishlatilgan va undan keyin odam alayhissalom dunyoda payg'ambar bo'lib kelgandan keyin Alloh taolo Oli Imron surasida aytadi: Innalloha istafa Adama. Alloh odamni, Nuhni, Musoni butun olamlardan tanlab oldi. Ya'ni odamlarni ichidan hamma payg'ambarni Alloh taolo tanlab olgan. Xuddi shunaqa Alloh subhanahu va taolo odam alayhissalomni tanlab olgan, payg'ambar qilib tanlab olgandan keyin dunyoda qanaqa hol bo'lgan? Dunyoda shunday bir holat paydo bo'lganki, odamlarning ichida, shu jamiyatida odam alayhissalom paytidagi odamlarning ichida shu odamlarni boshqaradigan odamlar bo'lgan. Holbuki hamma davrda shu odamlarning ustida qaraydigan. Chunki shu odamlarda aql bor edi. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytadi: sizlarni yaratdik, keyin sizlarga aql, ong, shuna narsalarni berdik. Quloqni berdik, aqlni berdik, ko'zni berdik. Odam alayhisalom yaratilib bo'lgandan keyin u yerda odamlar bo'lgan, u yerda odamlar yashagan, ularning aqli bo'lgan, ongi bo'lgan. Tabiiyki shunda ularning ichidan kattalari ham bo'lgan. Shunda odam alayhisalom payg'ambar bo'lib kelganda Alloh taolo aytadi Baqara surasida. Mana shu yerdagi istoriya keyin boshlanadi. Va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ey Muhammad, seni Robbing aytgan so'zni esla. Qachonki Alloh taolo yerda xalifa qilaman deganda farishtalar aytdi: qon to'kiladigan shuna holat bo'ladimi?
Ya'ni odam alayhissalom payg'ambar bo'lib kelganda holat shunday paydo bo'ldiki, qon to'kilishlik holati paydo bo'ldi. Hamma payg'ambarlar payg'ambar bo'lib kelganda qon to'kilgan. Kofirlar payg'ambarlarga va payg'ambarlarga ergashganlarga qarshi qurol ko'tarib o'ldirishga harakat qilishgan. Farishtalar ham g'oyibni bilmaydi. Lekin farishtalar odamlarni ko'rganida, odamlarni bilasdi. Chunki shuning uchun ham Alloh taologa farishtalar aytayapti: "Robbim, qon to'kiladi, shuna holat bo'ladi." Lekin Alloh taolo aytdi: "Men yaxshi bilaman." Ya'ni boshida qon to'kilishi mumkin, lekin keyinchalik insoniyat uchun yaxshi bo'lishligini Alloh taolo bilardi. Odam alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo farishtalarga buyurdi. Odamga sajda qilish. Sajda degani arab tilida itoat ma'nosi ishlatiladi. Sajda o'zi asli sajdaning ma'nosi itoat. Itoat qilishlik. Ya'ni odam alayhissalom payg'ambar bo'ldi. Endi Alloh taolo farishtalarga aytdi: odam alayhissalomga sajda qilinglar. Ya'ni Jabroil alayhissalom ham bor edi u buyruqning ichida. Jabroil alayhissalom ana shu vahiyni olib kelib odam alayhissalomga aytdiki, siz payg'ambarsiz. Endi hamma insoniyat sizga itoat etishi kerak. Hattoki farishtalar ham sizga yuklatilgan bu vazifani, bu shariatni insoniyatga yetkazishlikda farishtalar ham sizga yordam beradi. Shu ma'noda Alloh subhanahu va taolo aytgan ediki, farishtalarga buyurganki, odamga sajda qilinglar, ya'ni odamga itoat etinglar. Odam u Allohning payg'ambari bo'ldi. Va shuning uchun ham butun insoniyat ham bor ediki, odam alayhisalomga itoat etish kerak. Va ana shu odam alayhisalomni qavmini ichida jin ham bor edi. Jin arab lug'atlarida katta zodagonlarga nisbatan ham ishlatiladi. Ya'ni o'zlari xalqning ichida yurmaydi-yu, lekin katta zodagon, xalqni boshqaradigan shunaqa odamlar. Ularni xarakterlari olovdan bo'ladi-da, ular itoat etgisi kelmaydi hech narsaga. Shuning uchun ham haligi rivoyatlar to'g'ri. Iblis oldin farishtalarga dars o'tardi degan gap to'g'ri. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganda Abu Jahlning ismi Abul Hakam edi. Ya'ni odamlarga hikmatni o'rgatadi. Eng aqllilarning aqlliligi edi. Ya'ni Makka Madinaning muftiyi edi desak ham bo'ladi. Makkaning muftiyi edi Abu Jahl. Abul Hakam uni oldingi ismi. Abu Jahl bir Makkaning muftiyi edi deb tushunsak ham bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganda u nima qildi? Inkor etdi. Odam alayhissalom bilan ham ayni shunday holat bo'lgan. Odam alayhissalom payg'ambar bo'lib kelganda xalqqa dars o'tib, xalqni to'g'ri yo'lga solib turadigan shunaqa bir aqlli inson edi. Lekin birinchi bo'lib ana o'sha iblis noumid bo'ldi, ya'ni odam alayhissalomga qarshi chiqdi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Siz ana o'sha odam alayhissalomga qarshi chiqqan iblisni yoki jinni nimaga odam deyapsiz? Dalilingiz nima desam aytaman, jumlani o'zi aytayapti. Birinchidan, hech qachon farishtalar Allohning buyrug'iga itoatsiz bo'lmaydi. Ularda bunaqa funksiya yo'q. Masalan, farishtalarning ichida shayton yo'q-da, aldab qo'yib, adashib ketadigan, ularni adashtirib qo'yadigan. Bo'lmaydi-da. Qanaqa qilib farishtalar Xudoga inkor etib, bo'pti, u addini bir maxluq edi desak, bir shayton edi, uni maxluq edi desak, u shunday yaralgan bo'lsa, u inkor etuvchi bo'lib yaralgan bo'lsa, unda uni aybi bo'lmaydi. Unga jazo berilishi mumkin emas. Agar Alloh taolo uni funksiyasini shunday yaratgan bo'lsa, unda nimaga Alloh taolo unga jazo beradi? Yo'q, birodarlar. Jumla oyatni o'zida Alloh subhanahu va taolo aytayapti. Ablasa noumid bo'ldi. Ya'ni ana o'sha odam alayhissalomga buyruq kelgandan keyin odam alayhissalomga inkor etishlik erki bor edi unda, ixtiyori bor edi. Ixtiyor faqat insoniyatga berilgan. Boshqa hech narsaga bunaqa ixtiyor berilmagan. Shu iblisni yoki o'sha odam alayhissalomga qarshi chiqqan u jinlardan edi degani, ya'ni iblis u jinlardan edi. Odam alayhissalomga qarshi chiqqan bu iblis u jinlardan edi deydi Alloh taolo Qur'onda. Ya'ni buni ma'nosi nima? Ya'ni u iblis noumid bo'ldi va u ana shu jamiyatini zodagonlaridan edi. U hammaga dars o'tasi jamiyatida. Odam alayhissalomning qavmiga u dars o'tardi. Odam alayhissalom payg'ambar bo'lib kelganda u birinchi bo'lib inkor etuvchilardan bo'ldi. Mana endi qiyomatgacha shu holat davom etyapti. Qachonki Alloh tomonidan payg'ambarlar kelsa, asha davrning olim ulamolari payg'ambarlarga qarshi chiqqan. Musa alayhissalomga qarshi chiqqanlar kim?
olim ulamolari, yahudiylarning olim ulamolari. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qarshi chiqqanlar kim? Makka Madinaning olim ulamolari. Iso alayhisalomga qarshi chiqqanlar kim? Yahudiylarning olim ulamolari. Qaysi payg'ambarlar kelmasa hammasiga mana shu odamlarni boshida turgan zodagonlar, boylar, olimlar, ulamolar, xalqni boshqaradiganlar qarshi chiqadi. Ya'ni Qur'onda birinchi Odam alayhissalomni birinchi bo'lib payg'ambar bo'lib kelganligi aytiladi va ana o'sha Odam alayhissalomni tarixi zikr qilinadi. Hozir men aytib o'tgandek iblis degan ana shu Odam alayhissalomning jamoatidan birov inkor etgan, Odam alayhissalomning qavmidan. U jinlardan edi degani u shu zodagonlardan edi. U dars o'tasdi. Ha endi insoniyatning yaratilishligi haqida so'z ketganda Odam alayhissalom haqida emas, insoniyatning yaratilishligi haqida so'z ketganda Alloh subhanahu va taolo aytadi, insonni yaratilishligini men tuproqdan boshladim va keyin insoniyatning ko'payishini bir suv bilan, ya'ni erkak ayol qo'shilishlik orqali davom etadigan qildim. Keyin Odam alayhissalomga Alloh ruhni pufladim deydi. Sajda surasida. Men uni yana bir qaytib o'qib qo'yay sizlar uchun. Sajda surasi 7-oyat. U o'zi yaratgan har bir narsani go'zal etgan va insonni yaratishini loydan boshlagan zotdir. So'ngra uning naslini haqir bir suvdan ajrab chiqadigan qildi. Tushundinglar? Haqir bir suvdan ajrab chiqadigan qildi. Ya'ni ko'payishlik, nasl ko'payishligi o'sha suvdan, haqir bir suvdan bo'ladigan bo'ldi. So'ngra uni rostladi. Ya'ni insoniyatni Alloh taolo keyin yaratdi. Mukammal bo'ldi. Ana shu jarayonlardan keyin ana shu suv orqali paydo bo'lgan, haqir suv orqali paydo bo'lgan odamlar mukammal odamlar edi. Ya'ni ular sog'lom odamlar ash paytda boshlangan yaratilishlik. Undan oldingilar insoniyatni tashqi ko'rinishlik uchun bir jarayon edi xolos. Haqiqiy, to'liq, mukammal yaralgan odamlar suv orqali yaralgan insonlardir. Shuning uchun Alloh taolo aytayapti, so'ngra uni rostladi. Ya'ni insonni rostladi degani savva so'z ishlatiladi, ya'ni mukammal, unga kerakli bo'lgan hamma narsa yaratildi. So'ngra uning ichiga ruhini pufladi. Keyin insoniyatning ichiga Alloh subhanahu va taolo shaxsiyatni kirgizdi. Insoniy shaxsiyat yaratildi. Ya'ni Odam alayhissalomga vahiy qildi Alloh subhanahu va taolo, ruhni pufladi. Odam alayhissalom ana o'sha suv orqali yaralgan inson edi. Alloh taolo Al Imron surasida aytadi, Isoning yaratilishligi odamning yaratilishlik kabidir. Iso alayhissalomning onasi bormidi? Bor edi. Odam alayhissalomning ham onasi bo'lgan. Keyin Alloh subhanahu va taolo shu oyatning davomida aytadi, ikkalasini ham yaratilishligi Alloh nazdida bir. Ya'ni ikkalasini ham Alloh taolo yaratdi, odamni ham, Iso alayhissalomni ham. Endi Alloh taolo odamni, insoniyatni tuproqdan paydo qildi. Ya'ni insoniyatning yaratilishligini Alloh taolo tuproqdan paydo qilib aytdi. Bo'l dedi, bo'ldi, insoniyat yaraldi. Iso alayhissalomning ham yaratilishligini hammasini jarayoni bitta edi. Ya'ni insoniyat qanday yer yuzida yaratilib kelgan bo'lsa, Iso alayhissalom ham, Odam alayhissalom ham Allohning fe'li. Alloh yaratgan ikkalasini. Ikkalasi bir-biridan fazilatli emas. Bu yaratilish jarayonida. Yo biz ota-onamiz orqali dunyoga kelgan bo'lsak, bizni ham Alloh yaratdi. Biz ham bir mo'jizamiz. Odam alayhissalom, Iso alayhissalomni ham Alloh yaratdi. O'zicha mo'jiza. Bu narsa Iso alayhissalomni fazilatli qiladi degan emas. Ya'ni Xristolar Iso alayhissalomni fazilatli qilib Xudo darajasiga ko'targan uchun Alloh taolo shuni aytgan. Xo'p, agar inshaalloh shu mavzuda savollaringiz bo'lsa, qolib ketgan joylari bo'lsa, e'tirozlaringiz bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.